Assalomu alaykum Gülistandan kelganlar. Assalomu alaykum Gülistonda kulganlar. Bugun mashrab o'ynaymiz Gülistonda Gulbog'da. Nusrat topsin manguga mashrabchi ishkanlar. Assalomu alaykum hurmatli mashrab ahli. Assalomu alaykum ekran oldida o'tirib bizlarga ko'z tikkan muhtaram mashrab ko'ruvchilar. Biz bugun Güliston guruhi damlagan mashrabchini 4-navbat ishchivyapmiz. Biz bugün Güliston guruhiga yosh san'atkorlarimizni jam qildik. Bugün Güliston guruhida yoshlik cho'qanlar yangraydi. Bugün Gülistonda yoshlik sadolari aks etadi. Bugungi mashrabimizda Gülistonga kelgan yosh san'atkorlarimiz lola rayhonlardan, atirgullardan to'limi puraqliq guldast tayyorladi. Shunda bugungi mashrabimiz Güliston guruhi tankash qilgan yoshlik kuyi, yosh san'atkorlarimiz jam bo'lgan katta mashrab sovg'isi. Yoshlik o xushpuroq chachadigan, hidlar taqtilgan mezgil. Yoshlik o hikmeti bor fasl, vaqt ilib keladigan. Yoshlik o güzel dünya, adamni mast xush qiladigan. Yoshlik o yangi tong, yangi qadam boshlaydigan. Yoshlik o davan, hayotimizni sinaydigan. Yoshlik o nur, quyosh bilan sirdishadigan. Yoshlik o bahor, muhabbatni teriydigan. Yoshlik o bir quchoq armon, she'rin aslima hamma unutolmaydigan.
Bugün Gülistan guruhida yana bir son katta mashrab qaynaydi. Yaşlarımızın yaşlık sadası aks etken xoşal naqshları yangraydı. Albatta, biz her çağ mashrab do'qonlarda, yaşlık qirollikda, mashrab suollarda bizga yo'lboshchi bir yigit beshiga muhtoj bo'lamiz. Xo'sh, Mirshab begim, Gülistan guruhi o'tkazayotgan 4-navbatlik bugungi mashrabimizning yigit beshi kim bo'ldi ekan? Bugungi mashrabimizning yigit beshi bo'lsa, mana turmushimizda hammamiz ishonchlik holda ishiltib kelayotgan Ekson yog'larining qurg'uvchisi. Mana bugungi sohibxonimiz Gülistan guruhininki g'olliq a'zosi Abdushkur apandim bo'ladi. Muborak bo'lsin. Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Yoshlarning jo'shqinligi, so'g'is bilan boshlangan mashrab bizga barakatli bishorat beryapti. Bugungi mashrab bizga sog'lom hayot, g'animat didorlardan obi kavsarlarni baxsh etgay. Yoshlarning jo'shqinlik hislari yashanganlarning ko'nglini yashartib, yoshlarni jo'shqinlikqa boshlagay. Gülistondan guldasta mashrabi boshlansin. Rahmat, bejonidil o'rindaymiz yigit beshi. Xo'sh, bugungi Gülistonda guldasta mashrabimiz boshlandi. Başımdaki rumali çimen içre Gül şahıge ilindi çimen içre Kimli kay uvalin çimen içre bağ içre Yalnızlığım bilindi çimen içre Kimli tutkay uvalin çimen içre bağ içre Yalnızlığım bilindi çimen içre Bağda bulbul sayraydı çimen içre Keç bulguni okşaydı çimen içre Yüreğim cığıldaydı çimen içre bağ içre Yarım kelgen okşaydı çimen içre Yüreğim cığıldaydı çimen içre bağ içre Yarım kelgen okşaydı çimen içre Oylimizde bir badam çimen içre Bizler musafir adam çimen içre Bizler musafir adam
Şehrinizde bir odam çimen içre çimen içre Hürmetli Meşrep Ekli, biz meşrepimizin başlaştan burunlu dedik. Bugün yaş sanatkarlarımızın mücessemleşken meşrep sahnesi de. Hem şundakla bugünkü meşrepimiz arkalık biz yaşlarımızga söz kılmakçı, yaşlarımızla fikirlaşmakçı. Anda oken ben gepimni davamlaştırmakçı, lekin ben bu gepimni davamlaştırışımın küçükken bir hikayeni sözleşini layık taptım. Bir yaş yigit, nurgun japa muşakkatlarını, tağ davallarını geçip yürüp, ahir bir qonalg'o'ga beribdi. Bu yaş bu safarda 7 tog'a yukni billa minibdi. Bu 7 tog'aning birinchisida kelishgan chiroy, ikkinchisida sog'lomlik, uchinchisida oltin kumush, to'rtinchisida shon sharaf, beshinchisida iqtidor talant, oltinchisida samimiyatlik, yettinchisida sezgurlik. Atsi tanatgandaki mana bu yash yigitimiz bu 7 tog'a yukni bir kiyimiga o'rinlashtirib o'zining haqiqiy bormoqchi bo'lgan manzilgohiga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lning o'ttirib kelgan vaqtida havoning o'zgarishi bilan dengizda bo'ron chapqunlar chiqish orqali dengiz suvlarida to'lqin paydo bo'lib bu kiyimini o'ritish bosqichiga berib qolibdi. Shuning bilan neliq kiyimichi debdi u yoshga. Ey yosh yigit, men sening manzilgohingga olib borishim uchun sening bexatarligingni o'ylamasam bo'lmaydi. Shuning sen shu 7 tog'a yukning ichidan eng ig'ir bo'lgan bir tog'ani tashlab o'tgan debdi. Shundan bilan bu yosh yigit turib ketib 7 tog'ani shunda ko'zlab ko'zi eliqi samimiyat qochilangan tog'aga tushibdi. Uning ko'nglida mushu tog'a eng ig'ir ekanda. Shuning bilan u o'ylanmasdan, ikkilanmasdan shu samimiyat qochilangan tog'ani dengizga tashlaydi. Xo'sh, bular shunday qilib bexatar holda shu manzilgohga yetibdi. Manzilgohga yetgandan keyin ana shu qirg'oqda nurg'unlagan kishilarimiz turibdi. Bu bir to'p kishi ana shu samimiyat qochilangan tog'ani dengizga tashlab o'tgan bu yosh yigitni ko'targancha olib dengizga tashlab o'tibdi. Samimiyat haqiqiy boylik. Xo'sh, bu vaqtda yigit beshimiz nima deydi ekan? Yoshlikni zoya qilish, nom nishonsiz yashash, aql bilan ish qilmay tentaklik bilan ish ko'rish yoshlarni kelgusida achchiq pushaymonga giriftor qiladigan ozg'unlik. Undoq bo'lsa yoshlikda xushallik nima? Yoshlikdagi xushallik yoshlarningki yosh vaqtini qadrlab, to'lib toshgan ijtihod, to'lib toshgan umid, iroda bilan ish ko'rib, o'ziningki kelgusi uchun ul hozirlash, pasliqlikdan yiroq turish yoshlarningki hayotidagi xushallik hisoblanadi. Undoq bo'lsa yoshlikda nima unutilmaydi desak, yoshlikda muhabbat unutilmaydi. Muhabbat yoshlarni, insonning tinni sog'lom qilib, umrimizga barakat berib, xushallik, achchiq tuyg'u, oromlik va oromsizlik, baxt va tajriba olib kelishga ketadi. Bayatdan hikoyalar so'zlagandek, mayli bolalikda bo'lsin, mayli yoshlikda bo'lsin, hayotlikda eng zo'r, eng qimmatli narsa yanla samimiyat. Dal mushu samimiyat bizni mushu Guliston guruhiga uyushib, Guliston guruhining kelgusi taraqqiyoti uchun ul hozirlashga bir yerga keldik. Cevap
Cevap yok soraklarga Qayerdi sen azizim Günler battı gelmedi Sanlar attı gelmedi Günler battı gelmedi Sanlar attı gelmedi Derdim arttı gelmedi Qayerdi sen azizim Derdim arttı gelmedi Qayerdi sen azizim Sen kettin uzaklarga Gün kaldı pıraklarga Cevap yok soraklarga Qayerdi sen azizim Cevap yok soraklarga Qayerdi sen azizim Yaprak tükken küz buldu Yaşlar akan köz buldu Yaprak dökken köz buldu Yaşlar akan köz buldu Hüzün salgan kız buldu Qayerdi sen azizim Hüzün salgan kız buldu Qayerdi sen azizim Yaşlık çakmak u çekip üçüdü. Dedi şair nezmler bitti. Ne çakmak ki şamçılık yanmay, talaylarının yaşlığı öttü. Ras çaqmaq o ömrü bək qısqa, elkide çın tutalmağanğa, tən bərgüzüb rayiş vaxtını icad bilən utalmağanğa. Yaş emastur asli yaşlıqda. Nişanı yok, izi o'chganlar. Yoshlik degan bangboshliq debla, bangboshliqda kuni o'tdi. Dilekim şu, yaşsa yaşlar. Yüz gelgidek büyük yaşlıkka. Göherdin mi isil çağları, aylanmasa şıgıl taşlıkka. Gülistan'da Güldasta məşrifimizdə davamlıq yaşlıq kuylarımız jaranglaydı.
shaydasi. Yaxshilik ko'zlaydi, muhabbatin kuylaydi, mehrim bilan bu umr bahor kabi gullaydi. Dil yaxshilik ko'zlaydi, muhabbatin kuylaydi, mehrim bilan bu umr bahor kabi gullaydi. Çıkarmayın şamanlar, güler yıldız yılanlar, gidip güzel dünyaya, memleket zor hıyarlar. Çıkarmayın şamanlar, güler yıldız yılanlar, gidip güzel dünyaya, memleket zor hıyarlar. Ey qaysi gün havası, u qalbimning sadasi, yaxshilarga sirdoshman, men hayotning shaydasi. Ey qaysi gün havası, u qalbimning sadasi, yaxshilarga sirdoshman, men hayotning shaydasi. Men hayotning shaydasi. Yüreğimde bir dert var bilemezsen, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim gönlümde sen var, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim gönlümde sen var, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim gönlümde sen var, sen bununla Gözlerimde yaş, gördüm bu güzel günümü, can günümü. Gözlerimde yaş, gördüm bu güzel günümü, can günümü. Yüreğimde bir dert var bilemezsen, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim gönlümde sen var, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim gönlümde sen var, sen bununla işenmezsen. Oy, fakat benim
Yaxshimisiz? O'zingiz ko'ratamsiz yoki uyda cho'nglarmi? Cho'nglar ko'rayotgandim. Opam 2 yil bo'ldi kasal azobi tatbiq qilmagan davoyimiz maqomida, lekin hech bir unumi ko'rilmadi. Boshqalardan olsam sizlarning shu mahsulotlarning unumi shunday yaxshi deb angladim. Shunga bir sinab boqay deb kelgandim. Undaqdan bizning mahsulotimiz yeshil, oziq mahsulot bo'lg'achqa odam badaniga oziq elementlarni yetkazish, oqsiltilish rolini o'ynaydi. Unda xo's opangizga mushuni yeb bersangiz menga chuqur shifasi ko'rildi. Bu nech pul? Shu qanday qilaman pul yetmaydigan o'xshaydi. Bu opangizning kesiligi bo'lgan shifasiga hisoblagan azroqmi qimmat hisoblanmaydi. O'zingiz o'ylab beqing. Lekin shu pul. Bunda qiling, avval birini elib, ko'rib beqing. Bo'lmaganda andan keyin meni cho'qim shifasi bo'ldi. Avval birini elib sinab boqmamsiz. Lekin shu bak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim to'g'ri tushunsangiz, buni men sizga sovg'a qilay, chunki bizning oilada cho'nglar ichib bek unumini ko'rgan. Voy, bo'ldi ada, rahmat ada, bunda qilsak bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi singlim. Avval siz buni aytib bir sinab boqing. 2 yil og'ir kasal azob tatgan oilada iqtisodmi oz ketmaydi. Har kim bo'lsa o'z yaqinlariga, o'ziga og'ir kasal berishdan saqlag'ay. Avval bir opirib sinab boqing, opangizga shifo berib qolsa ajab emas. Lekin bunda qilsak bo'ladimi ada? Buldu singlim, ma'quldang. Bu har qanday kasalga davo bo'ladigan sehrlik dori emas, balki yeshil sog'lomlik mahsuloti. Bu qizning hisobini menikiga yozib qo'ying. Buldu ada. Bundaqla elib kelsam qanday bo'lar? Ikkinchi qaytdan o'zingiz vaqt to'lab setib olasiz. Aliya, ammonlar jig'natimiz. Bayatın pozitsiyangiz, xaridorlarga tutgan muomalangiz, qarshi tarafning qiyinchiligini o'ylanmasdan, mahsulotni zo'lashtirishingizdan rozi bo'lmadim. Men nimani xato qildim? To'g'ri. Bizning bu joy saxobat o'rin emas. Lekin boshqalarning qiyinchiligini ko'rib, uningdan foydalanib, apchilik bilan pul topadigan jazoni xohladim emas. Shirkat yetishlik maqsad pul tepish-ku shu. Sizning yashashdagi maqsadingiz pul tepish bo'lsa, undaqda quyoshning haroratini hech kim his qilmaydi. Hamma ishning loyiqida bo'lgani yaxshi. Men sizlarga rost bo'lgan bir ishni so'zlab beray. Assalomu alaykum ana. Qanday ahvolingiz? Ha, men yaxshi. Dadam nima? Doktorxonada yetib qoldimi? Operatsiya qilamiz hamda? Ha. Menda hozir unchalik pul. Ha, biroq xotirjam bo'ling. Men chuqur amalni qilaman. Ma'qul. Ya siz ansirmang ana. Ma'qul. Xotirjam bo'ling ha. Ma'qul, telefonni qo'yib berdim. Ma'qul. Ya amanatga qo'ygan pulim yo'q. Shu oyga chiqmas to'y-to'kin so'rlar bilan oydin oyga aram olishib ketyapman. Lekin dadam bechora ajal qo'ynida. Ah, Xudo. Nemishki bundoq eg'ir sinoq berdi qansa? Birasidan qarz olay desam, bu oy bu kunlarda hech kimdan umid kutgili bo'lmasa. Bämidem deb og'irnishmi to'g'ri emas-ku. Qandaqmi qilaman? Naraz. Bankdan qarz olsam-chu. To'g'ri, qarz olay. Birdan-bir amal bankdan qarz olish. Assalomu alaykum Farida. Voy, alaykum assalom. Voy, bugun xuddi hurib parilardek bo'lib qolibsiz-ku. Voy, Hasanjon, og'zingiz bek tatliqchimi? Rahmat. Ha, bugun qaysi maqsadda tushirib kelding? Ha, shu bankdan qarz olmoqchi edim, shu sizdan iltimos yozib beramikin deb. Ha, bundaqsan. Voy, Hasanjon. Voy, bu chechingiz bag'osi qimmatamdi deyman. Ha, yo'q. Ha, xafa bo'lmayman iltimosni. Voy, qara
Bu çaşның sağlamlığı degan hozir pek muhim iş yok qoldi deydi. Onun üstüge bu yerda bir obraz meselesi bor emasmi? Hech bo'lmaydi, ishki balning dadasi bo'lib qolganda. Bank ishini tugatsa, qaysi bir ayol kishi yo'ldishining chechini ochib ketishni xohlaydi? Hey, menchi qarang, yaqinda bu chet eldanchi alayda unumli cho'chib pulni akeldirib setyaptiman. Bu ishlatganlarning hammasiga olib bormi deb yetishmayotdi. Mashada bir talla qolganda sizning rizqingiz o'xshaydi. Qarang, abilanga. Ilmi bek yaxshi. Bu sal qimmatli. Voy, bu gap sizga faqat yarashmidi, Jumo Hasanjon. Ishlatib ko'ring. Yoqtirib qolsangiz, ertagungacha yana bormi deb kelsiz. May iltimosni. Bo'ptimi, alay. Qopimay iltimosni chaqiram. Ha, unda bo'lsa, men tizimlab qo'yayin. Mashina chiqqanda bitta berasiz. Ma'qul. Chaqirib bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat sizga. Ma'qul. Ay, to'xtang. Agar chasib buni ishni yoqtirib qolsangiz, atrofingizga do'stlaringizga tavsiya qiling. Ma'qul. Rahmat sizga. Kira. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ultrafka. Ediganda qadimon yetib qopdi bu yoqlarga. Shoma bankidan qarzamoqchiman. Shoma iltimosga qo'l qo'yib beramgina. Mashina olay debsan-da aka. Mashina qil, nadik pul danga. Ma dadam og'rib doktorxonaga yetib qopti ekan, operatsiya qilmoqchi ekan. Shunga jiddiy pul lozim bo'lib qolib. Hozirmish odam ismini anglab boqmagan kasallar jiqlab ketdi. To'g'ri deysiz, nayt to'g'ri. Hammasi vaqofka. Ichimlik suvning tozaligining masalasi. To'g'ri. Men yaqinda shu bir suv tozalash uchun setib olgandim. Shu suvni ishlatgandan salomatliklarim bo'lakcha yaxshi bo'lib, badallarim rohatlanib, pek yengillab qoldi deyfka. Shu suv tozalash uchun sen birini setib ol. Uni keyin setib olaman. Uni ishqa bo'lmaymish iltimosimga. Aldırma afka, ama rizqliq odam degan boshqacha bo'ldi-ku. Men qaysi kuni kallamni shiltib, shunda ilg'or texnikalik suv tozalash uchun senga o'xshash yaqin yo'riqlik lozim bo'larmi-ki deb. Salomatlik muhim-ku. Sen birini ishlatib qol. Salomatlik muhim. Aka, hozir unisiga yerimda ortiq pulmi yo'q? 1400 ko'p pulning ishifka. Men aldirmayman. 1400 ko'p pulning ishi. Mashina chiqqanda boshqa berasiz. Mashina chiqqanda boshqa berasiz. Salomatlik muhim. Aka, ma iltimosimga baqib qo'ymay. Mashinaga. Rahmat sizga aka. Oxir qoldim sizda. O'zim ishlatdim aka. Bo'ldi. Chiqimiz ham chiqdimi? Ma'qul, rahmat aka. Ma'qul. U kishi qarz olyaptimi? Radisa qaytdimi? Mening sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lganim bu ish emas. Demoqchi bo'lganim, biz setib chiqarishni emas, ko'proq yaxshilikni ko'zlaylik. Amaliyotda yaxshi sifatli mahsulotlarni davron qilmasak sota olamiz. Lekin uningga muhtoj, ojiz kishilarga zo'rlab setib olgan foyda bizga yarashmaydi, ham bizga singmaydi. Bundan keyin men diqqat qilay. Unutmanglar, har kim o'z rizqini yeydi. O'zaro qo'llash, samimiylik bilan şirketimiz bugün gelgen. Yığın tamam. Hilal ay zoqumni qo'zg'aydi ko'kda, o'rdaydi qalbimda olamcha piyg'am. Amalsiz yashayman sukut ichida, qiynaydi jinimni bir buyuk armon. Şairlar bulbul dep kuylar kuşlarni, ömrümde men bulbul körüp bakmagan.
fikretin şadlıkka aylanar mekin Begimda kuş bulup sayırsam reyhan Dünyanın aslida payansız deydim Oylasam aşıkka tariken cahan Aslima bulup kalgan kınıklarının Sığınış içide ürütüner bu can Tünlerde kucaklayıp yığlaydı hicran Kimler bu vaadini kimlerge satkan Sürgün gül gibi Kıyağa bakmen min bir xiyalda Bulaqның sihirli küyi içide Gariplik çırmıgan nazık könglimni Jimjitlik olaydı uykusuz tünde Bir soz men mung bilen ovozi pitken Aşıqның dünyadin mehrini kütken Hayatın bir mana teypalar mekin Begimda kuş bulup sayırsam reyhan Turnalar samada çalar sazını Bilmedim hayat değil kışem yazını Gışlıkta hayatlık ilmen yaşar Üzülmey işiğinin nazlıklarını Razıtım sen üçün kuş bulup sayrap Çikrenge sarıp olup küllerim harap Bu könlüm bir merde içilar mekin Begimda kuş bulup sayırsam Meşrifimiz nəhayət obdan davamlı şatıdı. Əmdi bir icazət bəsənlər. Mən şu muvaffaqiyət qazanğıcı bilan muvaffaqiyət qazanmagan bir yaşlarımızın üstündə bir toxtulub ötken bolsam. Biz şu muvaffaqiyət qazanğan yaşlarımızdan sual sorab, şu muvaffaqiyət qazanğanның sırrını sorsak, şu yaşlarımız bunda cavab berdi ekan. Mən hayatımni söydim. Mən hayatımga xo'shallik beg'ishildim. Ham shu hayotimdagi men qilayotgan kasbiy xizmatimga ma'no ato qildim. Men shu xizmatimdan xo'shallik izladim. Uni besim qilib olmay, uni orqali tirishish, erishishni qo'lga keltirish orqali men muvaffaqiyat qozondim deydi ekan. Endi muvaffaqiyat qozonamganlardan voy deb shu savolni so'rasak, ular manda javob berdi ekan.
Ular shu kasbiy xizmatini bir xo'shallik, bir ma'no ifodalamasdan ana shu kasbiy xizmatini bir besim ustida qilayotganligini ifodalaydi ekan. Ana unda bo'lgandan keyin albatta muvaffaqiyat qozonolmaydi deb o'yladim men. Rost aytasiz Mirshad begim. Muvaffaqiyat qozong'ichilar yana shunday javobni berdi. Yalğız daraxt hech qachon o'rmon bo'lgan emas. Nurg'ulg'an daraxtlarning birlashishi bilan kishiga huzur, saf havo bag'ishlaydigan o'rmon shakllangandek, insonlarmo ish o'mlikda, kuch birlikda ilgarilsa muvaffaqiyat qozona oladi. Demak, muvaffaqiyat qozong'ichilar hamkorlik qilishadi. Muvaffaqiyat qozonmoqchilar tushkunlashganlar bo'lsa, shaxsiyatchilikka intiladi. Ular o'z shaxsiyatchiligi bilan muvaffaqiyat qozonolmaydi. Bu haqda yigit beshimiz qanday ko'z qarashdi ekan? Yoshlik mavsumining haqiqiy ma'nosi o'zi ham boshqalar uchun bahr berib yashash. Yoshlar yoshligida nurg'un jafo mushaqqat, qiyinchilik, o'ngsizliklarga uchraydi. Osonlam qiyinchilik oldida o'zini yo'qotib qo'ydi. Mushu qiyinchiliklarni bosh etmay, o'zida bor alaylikni qizib, bashiratdan foydalanib, natijaga erishgan chog'dagi huzurni hech nimaga o'xshat qilib bo'lmaydi. Shunga yoshlardan qiyinchilikqa yo'liqqan chog'da bosh egmay, voz kechmay, sijil, shiroit yetishcha o'zidagi bor iqtidorni qizib, atrofdagi o'zininki sharoitidan foydalangan chog'da chuqum ko'zlagan nishonga yetalaydi. Rahmat hurmatli yigit beshi. Demak, Gülistonliklarning ruhi hamkorlashganlarning ruhi, Gülistonliklarning ruhi yaxshilik chillaydiganlarning ruhi, Gülistonliklarning ruhi hayotga shayda bo'lganlarning ruhi. Endi tövandagi naqshimiz sizlarga hadiya bo'lsin.
men şuranne Kıkıvıtı men goranne Abuzıvıtı men şuranne Kıkıvıtı men goranne Terizengde taş itip Uxlatmaymen Ata-ananı Ata-ananı Buzıvıtı men şuranne Kıkıvıtı men goranne Abuzıvıtı men şuranne Kıkıvıtı men goranne Terizengde taş itip Uxlatmaymen Ata-ananı Ata-ananı Бүгін Gülistan Guruhi yana sahibxonligini o'z ustiga olgan yaxshilik, hamkorlik, muhabbat, aktiv energiya ta'kidlangan mashrifimizda biz yosh san'atkorlarimizning jo'shqin yoshlik kuylariga jo'r bo'ldik. Shundoq. Endi bugungi yoshlarimiz ustida to'xtalganda, endi xulosalaganda manda xulosalik bo'ldi ekan. Demak, yoshlik tirishish, erishishdan derak beradi. Yoshlik yaxshilikdan, mardonalik, muhabbatda barakatli bo'ladi ekan. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli, ekran oldidagi ishtirokchilarimiz, men yanala mashrabimizni shundoq kuyligim kelyotdi. Mashrab sizning, bizning, shundoqla hammamizning har shanba kuni mashrab ko'rishni unutmang.